Assalomu alaykum, ahli O'zbekiston. Sog'misizlar, men bir video murojaat bilan chiqqanman. Xalq baho berishini xohladim. Men Anvarov Umida Yangi bozorda nazoratchi kassir lavozimida ishlab kelaman. Bizning bozorda bir tadbirkor bor, ismi Zafar. Bu insonni dastidan bozor ma'muriyatidagi barcha rahbarimiz, rahbar o'rinbosarlari, tadbirkorlar, hamkasblar, xodimlar jabr ko'ryapti. Ya'ni asossiz tuhmat qiladi, haqorat qiladi. Hattoki ichki ishlar tizimiga ham haqorat simali so'zlar ishlatyapti. Yashnobod tumani jinoiy sudi sudyasi G'iyasov bu shaxs, Zafar ismli shaxs bilan bizani ma'muriy sudda ishimizni ko'rgan, 40-modda bilan uni huquqbuzar topgan, jarima qo'llagan. Lekin o'sha yerda biz yarashib ketganmiz. Men o'yladim, bu inson o'ziga tegishli xulosa chiqazadi va bundan keyin hamma o'z ishini qiladi deb o'ylagan edim. Mana kuni kecha YouTube kanalida o'zini blogiga qo'yibdi. Ya'ni kim? Men poraxo'r, muttaham, g'o't degan, oyog'i yerdan uzilgan vallomat ekanman. Davlat pulini o'zlashtirar ekanman. Qo'sha uylarim bor ekan, qo'sha mashinalarim bor ekan. Qaniydi shunaqa bo'lsa haqiqatdan, qo'sha uylarim, qo'sha mashinalarim bo'lsa. Men oylik ishlaydigan xodimman. Nafaqat meni, boshqa hamkasblarim ham poraxo'rlikda ayblaydi, muttahamlikda ayblaydi. Boyagi videoning davomi. Qolaversa, bu tadbirkorman deydi, 17 yillik tadbirkorlik tajribam bor deydi. Xalqqa yordam berish maqsadida men yuqori turuvchi tashkilotlarni, xullas har bitta bozorda bo'layotgan noqonuniy xatti-harakatlarni yoritib boruvchi shaxsman, xalqqa manfaatini tegyapti deyapti. Sen kimsan? Buning uchun tegishli tashkilotlar bor, prokuratura, ichki ishlar, vazirlik bor, bozorlar ustidan turuvchi munisipal markazlari bor. Sen kimsan? Senga kim unaqa vakolat beryapti? Ommaga chiqib YouTube kanalida sen qo'lingda birorta bir asos fakt bo'lmasdan turib, sen muttaham, poraxo'r deyishga senga kim unaqa vakolat beryapti? Kim unaqa vakolat beryapti? Sen muhtaram prezidentimizga yolg'on ma'lumot beryapsan. Mutlaqo qo'lingda asos yo'q. Ommaviy axborotga chiqib, Oliy sudni ishdan olib tashlashingizni so'rayman deyapti. Xo'p. Oliy sud raisini ishdan olish uchun seni qo'lingda nima asos bor? Sen kimsan bunaqa talab qo'yasan? Yolg'on ma'lumot beryapsan ommaviy axborotda. Sen shaxsi fuqaroni obro'sizlantiryapsan, asossiz tuhmat qilyapsan, haqorat qilyapsan. Bizani pora olishda, joy sotishda ayblayapsan. Qani qo'lingda faktlaring bormi? Faktlaring bo'lsa tegishli tashkilotlarga ber. Kelsin, ishchi guruh chiqsin, haqiqatan bizani aybimiz tasdiqlansa, marhamat, qonun oldida javob berishga tayyormiz albatta. Lekin senga bunaqa vakolatni kim beryapti? Men seni YouTube'dagi blogingni ko'rdim, hammasi yolg'on. Tuhmat, haqorat. Men mutlaqo noroziman. Nimadan norozisan? Sen qachon bir nimadan rozi bo'lgansan o'zi? Qachon? Qachongacha seni deb mana bozordagi xodimlar, rahbariyat qachon yaxshi kayfiyatda ishla oladi? Biz xalq bilan ishlaymiz, tadbirkorlar bilan ishlaymiz. Nima uchun biz senga moslashib ishlashimiz kerak? Sen bizdan ish beruvchimizmisan? Sen bizga oylik to'layapsanmi? Nima haqqing bor seni ichki ishlarga, prokuraturaga, prezidentga yolg'on ma'lumot berishga? DXX, prokuratura, ichki ishlar tizimi, ichki ishlar vazirligi, sudlarni shaypon qiladiysan. Kimsan sen baho beradigan? Bunga chora ko'radigan tashkilot bormi? Buni bitta niqobi birinchi guruh nogironi ko'rlar jamiyatida o'sha yerda uchotda turar ekan. Uchot deydimi, nima ro'yxatda turar ekan o'sha yerda. Bu nogironlikni niqob qilib, istagan tadbirkorni, istagan xodimlarni ustidan haqorat va tuhmat qilib kelyapti. Asossiz bozor ma'muriyati, buddagi tadbirkorlar, xodimlar seni rangga qarab ishlamaydi. Qachongacha sen odamlardan pul undirib, o'z ehtiyojingga ishlatib kelasan.
Sen bitta xodimni ustidan yozasan, u seni talabingni bajarmasa, senga pul bermasa, sen yana qayta yozaverasan. Sen shunaqa insonsan. Bunga yetarlicha asoslarimiz bor. Yetarlicha asoslarimiz bor. Senga qonuniy chora, qonuniy qaror chiqargan sudyani sen muttaham deyapsan. Poraxo'r deyapsan. Haqorat qilyapsan ommaviy axborotda, xalq oldida halol ishlayotgan sudyani sen nopok insonga chiqazyapsan. O'zingni yolg'on gaplaringni o'zingdan qo'shib, sen halol ishlayotgan hamkasblarimizni, Ichki ishlar vazirligini, ichki ishlar tizimini, prokuraturani, DXXni hammani yomonlikqa chiqazyapsan. Kim yaxshi senga? Demak, sen farishta ekansan de. Hamma yomon, sen yaxshisan. 15 yillab mahsuloti suruvga o'tgan mahsulotlar kirib keladi bozor. Qani fakt? Qani isbot, dalil? Ko'rsat. Yosh bolalarni zaharlab kelyapti deyapsan mana. Хорошо. O'sha больницада zaharlangan bolalarni sud ekspertiza xulosasini olibki, xulosa bilanki, asos bilanki, isbot bilan kelgin. Uyalmaysanmi? Yana Xudo bas keladi menga bandasi ichki ishlar birorta tashkilot menga bas kelmaydi deyapsan. Kechirib qo'yibsan Zafar. Sani tarixingni biz juda yaxshi bilamiz. Sen 5 ta rahbar bo'lsa, 5 ta rahbar ustidan ham yozgansan. Yozmagan joylaring qolmagan. 20 ta rahbar bu yoqqa kelib ketdi deyapsan. Qanaqasi 20 ta rahbar keladi? Mana hozirgi rahbarimiz haqida nihoyatda bo'xton gaplarni gapirgansan, tuhmatlar qilgansan. Keldi bir oyda mashina oldi. Rahbarimizga kelganlariga mana 2 yil bo'ladi xudo xolasa. 2023 kelganlar. Mashina bilan kelganlar. Medasi to'q, o'ziga to'q inson keldi. Qachon sen u insonni poravatganini ko'rding? Qachon mana shu bozorda noqonuniy buzilgan joylarni buzib pullaganini ko'rding? Qachon ko'rding? Uchastkovoy gapirasan, nima uchastkovoy odam emasmi? O'zini xonasiga kullar qo'yishga haqqi yo'qmi? Ovqatlanishga haqqi yo'qmi? Ovqat yeb o'tirsa ham ustidan yozasan, xonasiga kullar olsa ham yozasan. Vijdoning bormi seni? Vijdoning bormi seni o'zi? Haqiqat bormi o'zi? Bu odamga kimdir chora ko'radimi? Bormi shunaqa tashkilot? O'zi jonimizdan o'tkazib yubordi. Bitta meni emas, barcha hamkasblarni, hattoki tadbirkorni ham shikoyat qilyapti bu odamlar. Bu bozorga kiritmaydigan qilib taqid qo'yib qo'yish iloji yo'qmi? Qachongacha biz bu tadbirkordan biz jabr ko'ramiz? Boshimiz sutdan chiqmayapti bu tadbirkor deb. Avvalo bir uzr so'rayman. Aslida asabim buzilib ketdi. Chunki biz uydan chiqayotganimizda har doim ishga yaxshi kayfiyatda kelishi va ko'tarinki kayfiyatda yaxshi immunitetda ishlash xohlaymiz. Chunki biz xalq bilan, tadbirkorlar bilan ishlaymiz. Lekin har doim kelganimizda albatta mana Marsha Zafar ismli tadbirkorni zulmidan, jabrdan, tuhmatidan, bo'xtonidan charchaganimizdan bizning o'sha sog'lig'imizni ham o'sha yo'qotyapmiz biz. Hattoki nafaqat xodimlar, hattoki tadbirkorlar ham tinimsiz shikoyat qiladi. Arizalari mana o'sha xonasi papkalab turibdi. Bu birinchi guruh nogiron bo'lgani uchun ko'p insoniyat maylan o'zi Xudo buni nuqson bilan anaqa qilibdi, yaratibdi deb ko'plar ko'zini yumadi. Lekin bu shu nogironlikni niqob qilib faqat ig'vo, tuhmat, haqorat bo'lmagan narsalarni yozib portal, nolikka hamma joyga yozadi. Hamma joyga yozadi. DXX, prokuratura shapon qilsa deydi. Sudyalarni sotgansiz $200 deydi. Qani tepasi turganmi? Turganmi tepasida? Bu tuhmat, haqorat uchun ommaviy axborotda o'zi bir qonuniy chora ko'radigan tashkilot bormi? Bozor ma'muriyatida o'sha xodimlarni doim rasmiylashtirib qonuniy ishga olishadi-da. Bu ishga kirayotganimizda biz pul bermaymiz, boshqa qilmaymiz. Lekin bu Zafar ismli shaxs aytayotdiki, noqonuniy patta yig'adi, pattachilar. Birorta pattachi noqonuniy pul yig'olmaydi.
Ularni qo'lda cheki bo'ladi, hujjati bo'ladi. Mana bilsanglar, mana bunaqa nimasi bo'ladi. Bejik deydimi? Bejik bo'ladi. Meni 19 yoshli o'g'lim bor, Muhammad Rasul. Shu Zafar ismli shaxs aytayotdiki, Muhammad Rasul 168-modda bilan qamalib ketdi. Qamaldi u. Bozorda narkotik sotadi. Nafaqat uni o'g'li deyapti. Boshqa patachilar ham narkotik sotadi deyapti. Yetar endi, bas. Tuhmatda ham, haqoratda ham o'zini me'yori bo'lsa kerak. Yo nogironga qonun ishlamaydimi? Ishlamaydimi? Sud tizimi nima uchun qonun hammaga baravar? Men konstitutsiyaviy huquqlarimni buzyapti bu tadbirkorda, fuqaro deydi, tadbirkor emas. 17 yillik tajribasi bor, yozuvchi. Unga chora ko'rmayapti sudya. Nima uchun ko'rmayapti sudya? Sababi u nogiron, birinchi guruh nogiron, aka qo'y shuni hozir jazolamay deb odamiylik jihatdan sudya unga chora ko'rmayapti. Lekin bizi jabr ko'ryapmiz. Meni o'g'lim, meni hamkasblarim, meni rahbar o'rinbosarlarini hammasini tegida mashina bor deyapti. Kechirib qo'yibsan Zafar. Kelganda tekshirgin. Agar senda shunaqa vakolat bo'lsa, kelganda tekshirgin. Kimning nomida mashina bor? Kimning nomida qo'sha-qo'sha uylar bor? Bizni yeb san quruq qolib ketyapsan. Uchastka nozirimiz formasi mana. Formaga kelaylik. Mana hattoki mana yaqinda birisi qildiki, nimaga sen siyoh rang forma kiyibsan? Nega qora emas? Nega yashil emas? Nimaga sen hozir o'zing ofisingda kabinет so'rayapsan? Nimaga lecheyni olyapsan? U balinshin qilib uyda bemalol lichinasini olsa bo'ladi, balinsada yotib olsa bo'ladi. Lekin shu xalq manfaatini o'ylagan uchun shu balinshin ochtirmasdan o'zini xonasida shu osmon qo'llarini oladi. Haqqi yo'qmi? U jamiyat bo'ligi emasmi? Xalq emasmi? Bu uchastka noziri degani bu temir degani emas u. Direktorimiz mana oq qo'yni, deyli qora shim kiydilar. Yo'q. U o'sha bozor ma'muriyatining formasini kiyib yurishlari kerak ekan. Yetar endi. Haddingdan oshib ketmadingmi, Zapar? Iltimos sizlardan ichki ishlar shu Zafarga bozorga kirishiga taqiq qo'yib beringlar. Sud orqalimi? Bilmam, uy qamog'i qilib berasizlarmi? Biz ham oilamizni halol boqish uchun bu yoqqa ishlagani kelamiz. Uni haqoratini eshitishga biz majbur emasmiz. Uchastka nozirimiz formasi mana. Formaga kelaylik. Mana hattoki mana yaqinda birisi qildiki, nimaga sen siyoh rang forma kiyibsan? Nega qora emas? Nega yashil emas? Nimaga sen hozir o'zing ofisingda kabinет so'rayapsan? Nimaga lecheyni olyapsan? U balinshin qilib uyda bemalol lichinasini olsa bo'ladi, balinsada yotib olsa bo'ladi. Lekin shu xalq manfaatini o'ylagan uchun shu balinshin ochtirmasdan o'zini xonasida shu osmon qo'llarini oladi. Haqqi yo'qmi? U jamiyat bo'ligi emasmi? Xalq emasmi? Bu uchastka noziri degani bu temir degani emas u. Direktorimiz mana oq qo'yni, deyli qora shim kiydilar. Yo'q. U o'sha bozor ma'muriyatining formasini kiyib yurishlari kerak ekan. Yetar endi. Haddingdan oshib ketmadingmi, Zapar? Iltimos sizlardan ichki ishlar shu Zafarga bozorga kirishiga taqiq qo'yib beringlar. Sud orqalimi? Bilmam, uy qamog'i qilib berasizlarmi? Biz ham oilamizni halol boqish uchun bu yoqqa ishlagani kelamiz. Uni haqoratini eshitishga biz majbur emasmiz.